Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve sahibihi ecma'in emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli kardeşler. Men tüvende insana nispeten acayip katta nahayeti muhim, nahayeti kıymetli olan bir nimet hakkında kısaca to'xtalmoq istaman. Hadis şerifte bu haqda men to'xtalmoqchi bo'lgan bu masala haqida, bu ne'mat haqida nurg'unlagan ma'lumotlar kelgan. Hatto Qur'oni Karimda bu haqda Alloh subhanahu va taolo oyatlar nozil qilgan. Shulardan birisi, shu hadislardan birisi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam deydi. Qiyomat kunisi bütün insanlar mahşerden koparılıp bir yerga toplanıdı. Yani kabirlerden koparılıp bir yerga toplanıdı. Bir meydanga yığıldı. Bu yerde bu vaktimizde bütün insanlar anadan doğma halatda bulundu. O günün dehşetinden bir insanın ki halıga qarayanmaydı. Qaragudek hali yok. O kadar dehşetlik bir gün. Korkunçluk bir gün. Onun üstüge Quyosh bir mil miqdorida yiqilishidi deydi. Yani Quyosh bilan shu chog'dagi Quyosh ma'lum darajada pastlanib, zamindan Quyoshning oraliqi 1 mil holatga keladi deydi. Yani bunun sansifirlik nuqtasi muhim emas. Quyosh zaminga intayin yaqin holatga tushiriladi, yaqinlashtiriladi degandan iborat. Hemmimiz bilimiz günümüzde biz yaşayotgan bu hayatı dünyada Quyosh kuchli bo'lgan kunlarda, havo ochiq bo'lgan kunlarda shunda isib ketamiz, tinolmay qolamiz, ta'lab ketamiz. Ish qilish nihoyatda jafoga to'xtaydi masalan. Bir ishlar tetamaydi, xo'sh yoqmaydigan bo'ladi. Buning ahvolini bilamiz. Ammo qiyomat kunisi Quyosh o kadar biz insanlar tasavvur qilolmaydigan darajada yaqinlashtiriladi deydi. Bunun da bazı kişiler bugünkidek şu hayatı dünyada günün musafisi, zeminden bo'lgan musafisi o kadar nur yili bu yiroqlikda shundoq turib ma'lum darajada yaqinlashtirilsa dünya vayron bo'lib ketadigan darajada bir munosabatga ega, kuchga ega Quyoshning nuri. O kıyamet günü o kadar yaqinlashtirgan vaqtda insonlarninki bardoshlik biladishi mumkin mi? Qanday tura oladi deyishi mumkin. İnsanlar şu gün, şu vaqtning o'zida şu meydanda turishi lazım. Şu meydanga Allah subhanahu va taolo o insonlardan hisob olish uchun to'plagan bo'lg'ashqa Allah subhanahu va taolo o insonlarni o kunning nurida halok bo'lib ketishdan saqlaydi. Onunla şunun yarışa kuvvet berdi. Ama yok olup gitiş, halak olup gitiş, kuyup, tügep gitişten başka kıyınçılıkını tatıdı. Bazıları vuşqıgıcı təleydi, bazıları tızgıcı tədə qalıdı, təlegen təlede. Bazıları geliğice, bazıları beşiğice deydi. Kılgan dünyadaki kılmışlarına göre şu yerde, şu günün kızıqlığı da o yerdeki görünüş, o yerdeki dehşet haletninki iğriliqidan insan naite iğri haletde kalıdı. Acayip tasavvur kılgısız kızıqçılıkta kalıdı. Hoş. İnsanın o kızıqçılıktan kurtuluşu mümkün emas. Ama şu çağda bir imkaniyet var. Bir türlük edemlige bir imkaniyet var dedi. Bu imkaniyet olsa mı? Allah subhanahu ve taola'nın şu vakitte ma'lum dairege tushirgan erishisining sayısı var. Elbette bütün insanlığı yetkidek tushirishga qodir, ama Allah subhanahu ve taolo o'zining irodasi bilan ma'lum dairege erishisining sayısını tushirdi ve o yerde Allah'ın erişisinin sayısından başka hiç kandak saya daldırıldıgan, sayıdaydıgan hiç kandak imkaniyet yok. Bu bir efsane, ya ki hiyali bir tasavvur haletindeki neslemez. Bu reallik. Bu şu aldığımızdaki neyse kolumuzdaki ögendek, aldığımızdaki işimizdek, nenimizdek biz az nefesle atkan hava okşaş bir hakikat. O gün çokum bulunduğun gün. Hoş.
endi şu kunda, şu dahshatli kunda Allohning arshisining soyasiga kiradigan 7 turlik odam bo'ladi. Deb Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam mush 7 turlik odamning ichidan sanab biz navbatda to'xtalmoqchi bo'lgan bir ne'matni bayon qiladi. Bu mushu ne'matga erishgan kishilarning shu yerda bo'ladiganligini bayon qiladi. U bo'lsa-mu Allah haqqida rajulani tahabba fillah. Allah barısıda, Allah'ını da, Allah rızasını da. Mavu takvadır Müslüman iken, manın kalbi pakiz iken, tili pakiz iken, ahlaklık iken, dindar iken, imanıga sadık iken, dep turup dost tutuşkan. İki dost. İki dost olsa, iki kançılık olsa. Allah hakkında dost tutuşkan dostlar şu gündeki dehşetlik kızıkçılık tasavvursuz günde Allah'ın erşisinin sayesinde sayda şerefine erişilen kişileriniken. Bu dostlaşsa üzüşün dostlaştı. Emniyette bulanın dostluğu üzüşün faydalı oldu. Her birisi için yeni birisininki dostluğu acayip faydalarını keltirdi. Her birisi birisinin faydalanadı. Ama bunun kıyamet günüsü bu dostluğu Allah'a bağlanan dostluk olgaçka kıyamet günüsü hem bu birbirisinden dünyada faydalanan olgaç bu nimetten kıyamet günüsü hem faydalanır iken. Allah bunu bu şerefli verir iken. Onundan başka köpünce Müslümanlar anlagan buluşu mümkün bir kısı var. Bir kişi bir kenetke ketip ötüp yol üstüde aramağılı turgan vaxtıda bir namalum kişi kelip ahval soraydı. Nege mangdın deydi. Ben falanı kenetke mangdım deydi. Nemiş kamangdı? İyade bir karındaşım beydi. Şunu ziyaret kağılı yokluğunu mangdım deydi. Onunla bir birdiğen birişin var mıydı? Ya ki bir amanetin var mıydı tapşırıp birdiğen? Ya ki bir maddi olsun ya ki manevi olsun. Sen onunla bir ada kılışkı tegişlik bir karizm var mıydı? Şunun için gitip param sayar deb soraydı. Yok. Hiç kanda bir tapşırıp başka tegişlik bir nersem yok. Amanetim yok, karizmim yok. Lekin ben o kardeşimle Allah rızası için Müslümanken, samimiyken, rastçılıkken, dindarken degan ümitte yaxshi ko'rgan edim. Allah haqqida do'st tutgan edim. Onun için ziyaret kağılı gitip barma. Yokluğuyla gitip barma deydi. Şu çağda o sual soğuçu men Allah tarafından öğretilgen elçimen. Allah subhanehu ve taala seninki muşu samimiyetini, muşu dostku boğan, muşu vafadarlıkını bilgenlik için sana beni üzdün bir haber yetkizişke verdi. Yani Allah subhanehu ve taala sen şu buradarını, şu Allah'ın rızası için dost tutkanlığın için Allah seni dost tuttu. Sen Allah'ın dostluğuna eriştin. Allah'ın muhabbeti eriştin sen. Ben şunu sana yetkizgili geldim. Allah beni onun için evetti diyen bir kıssa. Bu bir tokulma kıssa, tokulma rivayet emez. Hoş. Demek bu yerde yukarıdaki hadiste olsun, bu hadiste olsun, gösterip atkan neyse Allah hakkında dostluktan ibaret nimet. Dostluktan ibaret bir amel. Ondan başka Sahih Bukhari'de ve Sünen Ahmet'te kelgen bir nima var? Hadis-i kudusi var. Bunun da Allah subhanahu ve taala şunda deydi. Mening hakkımda dost tutuşkanlığa, mening hakkımda birbiriga ehtiram bildirishganligi, mening haqqimda bir-biriga o'z nafsidan kechib bir narsa berishganligi, mening haqqimda o'zaro munosabatni ulashgan, munosabatni chingitishganligi, mening haqqimda bir-birini faqat mening rizoliqim uchun, faqat diniy nuqtadan, imoniy nuqtadan, axloqiy, vijdoniy nuqtadan dunyoga bog'lanmagan demakchi. Xolis holatda bir-birini ziyorat qilishgan, bir-birini yo'qlab turishgan mushundaq bandilarimga mening muhabbatim haqliq bo'ldi degan ekan. Sahih hadisda kelgan rivoyat. Demak,
Allah subhanahu ve ta'ala dünyada biz bir ma'lum darajadagi kishilarning do'stligiga erishishni shunda o'ylaymiz. Hammaligi bu aydın mesele. Nurg'un kishilar bir ma'lum darajada imtiyozli kishilarningki do'stligiga erishish, onun bilan bir yaqin munosabat o'rnatishni shuncha yaxshi ko'rdi. Uni shuncha orzu qiladi. Endi biz hammaning egisi bo'lgan Allah'ning do'stligiga erishishga bununla kim qiziqmaydi? Bununla kim ahamiyat vermeydi? Bunu kim arzu qilmaydi? Menimcha har qanday bir aqli va inson, musulmon emas, har qanday bir inson bütün kainatning Rabbi bo'lgan Allah subhanahu va taolaning muhabbat dairasiga kirishni albatta arzu qiladi. Bunun yolu bormikan, bunun amali bormikan, yo'qmikan? Bunun amali bekan. Bu bo'lsa-mu başka ayetlarda edilip gösterilgendek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin körsetmelerine erişiş, Resulullah'a erişiş. Bu bir yolu. Yani bir yolu buna Allah rızası için. Allah rızası için Allah hakkı dediğini yani maddi nersige bağlanmagan. Bir muddaa, dünyavi muddaaga bağlanmagan. Maddi asas üstüge emas, manevi asas üstüge kurulgan dostlukni göstermekçi qarindoshlar. Mana mushunda dostluk bilan biz bütün kainatning yaratquchisi bo'lgan Allah subhanahu va taolaninki muhabbat dairasiga kira oladi ekanmiz. Shu Allohning muhabbatiga erisha oladi ekanmiz. Bir do'stini halokatga ishtamdi. Birisi birisini yaxshi ko'rsa, haqiqiy yaxshi ko'rgan birisi o yaxshi ko'rgan adamini yaxshilikdan mahrum qo'yamdi. Yamanlık ihtiramdı. Mümkün emas. Demek biz Allah'ın do'zaxidan saqlanıp Allah'ın cennetiga kiramiz deydigan bo'lsak, biz elbette Allah subhanahu ve taolaning muhabbetiga erishishimiz lazım. Allah'ın razılıgiga erishish, Allah'ın cennetiga erishish, Allah'ın sansaraqsiz nazlı nimetlerine erishishimizdinki beşi Allah subhanahu ve taolaninki muhabbetiga erishishdan boshlanadi qarindoshlar. Bu muşunda katı işken. Nima üçün İslam dini Kur'an-ı Kerim'de hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde nurgun hadislerde gep uzarıp ketmesi üçün biz o hadislerin hemmini ekemeyimiz, hemmini bu yerde yetkizmeyimiz. Ama nurgunluğun hadisli var. Nurgunluğun vekalikli var bu hakta. Hadiste bayan kılıngan Çin vekalikler. Bunun bu kadar ehemmiyetli ilgi buluşu kim üçün paydalık? Elbette sizden biz üçün paydalık. Bunun yukarıda deyilgende kıyamet günüsü o kadar derecesi olgandan başka. Dünyada hem onun şunça çoğun paydaları, yaxşılıkları bulundu. Selef salihlerden burun ötken alimlerden kelgen nurgulluğun nasihat tavsiyeli var. Şunlardan birisi sen dost olsan dedi. Sen bir dostqa ihtiyacın olsa, haqiqiy, samimiy, rastchil bir dost tutmoqchi olsan, salih dost tutqin. Sağlam dost tutqin. Muttaqi, taqvodor dost tutqin. Farzkor dost tutqin. Hamma ishga bulavurdi deydigan, hammani yeydigan, ichadigan, kiydigan ishlarga hammaga bir xil kengchilik bilan muomala qiladigan emas, har qanday ishga prinsipal muomala qiladigan. Bunu yesen bulamdı bulmamdı. Bunu keysen bulamdı bulmamdı. Bunu işsi bulamdı bulmamdı. Bu doğru mu hata mı? Şeriatga uygun mu uygun emas mı? Dep turup muamele kıladigan vera şahsını. Yani perizkar kişilerini dost tutun. Bunda kişilerini dost tutsan senin ibadetinki yardım biridir. Namazını vaktinde okuşunga yardım oludu. Allah'ını eslep duruşunga yardım oludu. Ve ondan başka emel ibadetlerinin yaxşı buluşuğa, doğru buluşuğa yardım oludu ve vaktinde buluşuğa, süpetlik buluşuğa yardım oludu. Ve şu emel ibadetlerine kilişini sana esiltidu. Bir qattiqchilikqa yaman ahvolga duch kelsan, şu holatdan qutulishingga yordam beradi. Bir narsani ko'tarolmasang, uni ko'tarishib beradi. Bir narsani ittirolmasang, ittirishib beradi. Bir narsaga qo'ling yetmasa, kuching yetmasa, sen bilan birga sana medet beradi, sen bilan birga shu narsani hal qilishib beradi.
degan nasihatlarni qilgan. Ya'ni ashundaq do'st bo'lish uchun sening g'amingni mening g'amim deydigan. Sening dardingni mening dardim deydigan. Mushundaq do'st bo'lish uchun u do'st haqiqiy sog'lom do'st bo'lish kerak. Qalbi sog'lom bo'lish kerak. Istili sog'lom bo'lish kerak. Tabiati sog'lom bo'lish kerak. Aqida e'tiqodi sog'lom bo'lish kerak. Axloqi sog'lom bo'lish kerak. Foydaligi ko'p, zina az insonlar tipidan bo'lish kerak. Mushunda bo'lganda u do'stning sana dunyodami, oxiratdami ajoyib katta foydasi yetadi. Bu do'stlik ma'naviyat ustiga qurilgan. Ya'ni moddiy narsa bilan o'lchigili bo'lmaydigan bir qimmat ustiga qurilgan do'stlik bo'ladi. Agar do'stim deb birini do'st tutding, ammo u dunyoviy bir manfaat ustiga, asl ustiga qurilib qolgan bo'lsa-chi, uning ne oxiratda yuqorida deyilgandek Allohning muhabbatiga erishishga foydasi yo'q. Ne qiyomat kunisi maydonda mahsharda yig'ilganda, u qattiqchilik kunda, u kun yaqinlashtirilgan, ajoyib qizigan bu kunda Arshining soyasidan soyadash sharifiga erishishga asqatmaydi. Hech qanday foydasi olmaydi. Balki agar uning istili nachar inson bo'lsa, sening istilingga ta'sir ko'rsatadi. Axloqi nachar inson bo'lsa, uning bilan do'st bo'lib aralashsang, sening axloqingni buzadi. Shaxsiyatchi bir inson bo'lsa, seni ham shaxsiyatchi qiladi. Biz moddiy narsalar bilan o'lchab baqish mumkin. Masalan, bir qoshida 5-6 dona mevani, masalan, olmani, chista chiroyli olmadan 5-6 ni qo'yib, uning qishiga azroq, hammasi emas, azroq buzilgan sesigan olmadan birini qo'yib qo'ysak, 5-6 saq olma, bir tal olmani saq holatiga ekilinmaydi, ammo azroq buzuq olma 5-6 olmani buzalaydi. Demak, boshqa hadislarda ham bor, tabiat bu insonga nisbatan suhbat ta'sir ko'rsatadi deydi. Ya'ni qanday bir tabiatlik odam bilan aralashsang, shu insonning tabiati sana ta'sir ko'rsatadi deydi. Uning uchun dunyoda ham mening g'amimda sening g'amingni mening g'amim deyalaydigan, sening dardingni mening dardim deyalaydigan, bir g'amga fatgan vaqtingda qirindishim deb bo'g'icha qishingga kelaydigan. O sening g'amingni o'zining g'amidek bilib, onunla başqa tura alaydigan, seni yalğız qo'ymaydigan, seni yalğız his qildirmaydigan, sening har qanday ishingda tura alaydigan, o'zi uchun, sen uchun o'zidan kechalaydigan ve qiyomat kunisi Allah subhanahu va taolaning muhabbetiga erishganlarning qatoriga kelaydigan ve Allah subhanahu va taolaning arisining soyasida sayda alaydigan do'stlardan bo'lishga ahamiyat berish kerak. Bunday do'stlardan bo'lish uchun bu aralashadigan kishining sog'lom bo'lishini albatta oldin qo'yib qo'yish kerak. Xo'sh. Demak, bu do'stlik, haqiqiy chin do'stlik ajoyib katta ne'mat qarindoshlar. Kunimizda biz ba'zi o'ltirishlarda, ba'zi uchrashuvlarda nurg'ulg'an qarindoshlarimizdan anglab qolamiz. Vatanda ajoyib do'stlarimiz bo'lgan, vatanda ajoyib o'tgan edik. Şunda pidakar edik, birbirimizden hiç narsani aymaydık, hacep sığındık degan bir sığınış nimelerini, ifadelerini anlap duruyorsunuz. Ama bu chet elçilikte aşında dostu yok mu? Şu vatanda aşında senin mening demey ötken dostlar chet elde fakat yok mu? Aşında dostlar birlikte çıkan ahval yok mu? Bak. Ama bu yerde nim bulup yok olup gitti. Nim bulup aşı dostluk bu yerde yok. Nim bulup vatanda dostulup ötkenler bu muhaciretke çıkan denkin ten çıkan bolsa mu o vatandaki dostluğu bu yerde tügep gidiyordu. Elbette bunun bir kata amilleri buludu. Hoş. Biz bu nimetini yaxşı düşünüşümüz, bu nimetinin ki faziletini, bu nimetinin dünya ve ahiretlik acayip faydasını bilişimiz, onun kadri yetişimiz lazım kardeşler. İnsan dünyada yalnız yaşaydıgan narsa emas. İnsan bilen yaşaydıgan, insan toplumunda yaşaydıgan narsa. İnsanın kılmakçı olan her kandak bir işi başka insanlara alakalı kuludu. Onda oğudayken insan nurgun işlerde yani başka insanların yardımı ihtiyacı kuludu. Sen
anda sanda görüşüdüğün, ayda yılda görüşüdüğün kişiler sen ihtiyaclık olan vaxtında sana ısqıta mı? Elbette ben bir işini qilishda ko'nglimdagidek qilishim uchun mushunga yordam beradigan kishilar bo'lsa bo'ladi desang ham sening yuqorida biz degandek ashundoq jonjigar o'zidan kechib turib sana beradigan o'zining vaqtini yo'q qilib turib o'zining vaqtini voz kechib turib sening ishing uchun chiqara oladigan ashundoq do'stlarning bo'lishiga ehtiyojlimiz qarindoshlar. Ashundoq do'stlar bo'lgan vaqtida biz qilmoqchi bo'lgan ishlarimizni qilishda, yurishtirishda biz nurg'unlagan qulayliklarga, sharoitlarga erishamiz. Demak, haqiqiy do'stning moddiy bir narsaga yoki ma'lum bir vaqtga yoki ma'lum bir muddaoga bog'langan emas, xolis ma'naviyatga bog'langan, qimmat bilan qimmatini baholi qila olmaydigan, maddiyat bilan qimmatini baholi qila olmaydigan bir ilohiy asos ustiga qurilgan do'stlikqa alohida ahamiyat berish kerak. Bundaq do'stlikqa erishish lozim. Erishganlarimiz bundaq do'stlikning qadrini bilishimiz lozim. Bundaq do'stlikni qo'ldan bermasligimiz lozim qarindoshlar. Ammo afsuski, nurg'un do'stlar, nurg'un kishilar shunday yaxshi samimiy kishilar bilan uchrashgan, tunishgan, hatto do'stlik darajasiga kelgandan keyin buningdan ayrilib ketadigan, buningdan quruq qoladigan, buningdan mahrum bo'ladigan yoki bu do'stlikni barbod qiladigan, bu do'stlikni oxirlashtirib o'tadigan shunday ahvollar nihoyatda ig'ir. Biz bo'libmi muhojiratda ashundoq do'stlikqa, fidokor do'stlikqa, qurbonlik beradigan do'stlikqa intayin ehtiyojlimiz qarindoshlar. Oxiratligimiz uchun ham biz ashundoq do'stlarni qizib tepishimiz lozim va topgan vaqtida onun qadriga yetishimiz va uni ching tutishimiz lozim. Uni qo'ldan berib qo'ymasligimiz lozim. Uning uchun biz bir ishni qo'lga keltirishning yo'lini bilishimiz lozim bo'lgandek, qo'lga keltirgandan keyin u narsaning qo'ldan chiqib ketishiningki sabablarini ham bilishimiz lozimki, u ishlardan saqlanish orqali u ne'matni qo'lda tutib turishimiz lozim. Xo'sh, demak bu yuqorida deb o'tgan ajoyib dunyo oxiratlik sanoqsiz foyda manfaatlarga ega bo'lgan bu ne'mat, bu qarindoshlik do'stlikdan iborat bu xislat, bu amalninki hem nurg'unlagan nimaları, qarshi taraflari, bunu buzadigan omillari, sabablari bo'ladi. Biz xulosa bundan keyingi kunlarimizda Alloh nasib etsa 2 kunda bir mushu haqda, ya'ni mushu haqiqiy samimiy do'stlikni, birodarlikni barbod qiladigan, mushuni buzib tashlaydigan, buningga daxli yetkazadigan, ziyon yetkazadigan omillar haqida qarindoshlarimizninki xizmatida bo'lmoqchi. Qarindoshlarimizninki bundan keyingi biz bu haqda yo'llaydigan darslarimizga alohida ahamiyat berib, bundan yaxshi foydalanib bilishni umid qilamiz. Bizdan boshlab, o'zimdan boshlab qarindoshlarimizninki hammamizning bundoq bir ne'matga alohida qimmat berishimizning lozimligini va qo'limizda bo'lsa buning qadrini qilishimizning lozimligini, buni qo'ldan chiqarib qo'yadigan yoki buning yo'qolib ketishi, barbod bo'lib ketishiga sabab bo'ladigan omillarga alohida diqqat qilishimizning lozimligini o'zimdan boshlab barliq qarindoshlarga tavsiya qilaman va davomidagi bundan keyingi yo'llaydigan darslarimizdagi her darsda bir omil, bir sababni qisqacha qilib tunishtirib o'tishga tirishamiz. Bundan yaxshi foydalanishinglarni umid qilaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.